Ronaldo Toshkentga, Benzema Farg'onaga keladi. Bugun 18-avgust kuni Elit Osiyo Chempionlar Ligasi hamda Osiyo Chempionlar Ligasi 2 musobaqalarining guruh bosqichiga qur'a tashlandi. Elit Osiyo Chempionlar Ligasida O'zbekiston sharafini Paxtakor va Neftchi klublari himoya qilsa, Chempionlar Ligasi 2 musobaqasida Qarshining Nasaf jamoasi ishtirok etadi. Qur'a natijalariga ko'ra Farg'onaning Neftchi klubi o'z maydonida Karim Benzema to'p surayotgan Al-Hilol va Saudiyaning yana 2 klubi Al-Ahli, Al-Ittihod va Iroqning Air Force jamoalarini qabul qiladi. Shuningdek, farg'onaliklar safarda Istiqlol, An-Nasr, Al-Qodisiya va Traktor jamoalari bilan kuch sinashadi. Toshkentning Paxtakor klubi esa o'z uyida Cristiano Ronaldo to'p surayotgan An-Nasr, Eronning Istiqlol va Traktor, shuningdek Saudiya Arabistonining Al-Qodisiya jamoalariga qarshi maydonga tushadi. Sherlar safar o'yinlarida Al-Ahli, Air Force, Al-Hilol va Al-Ittihod klublari mehmoni bo'ladi. Osiyo Chempionlar Ligasi 2 musobaqasida qatnashadigan Nasaf esa A guruhidan joy oldi. Qarshi klubi ushbu bosqichda Birlashgan Arab Amirliklarining Al-Vaqta, Quvaytning Quvayt SK hamda Bahraynning Al-Haldiya jamoalari bilan to'qnash keladi.